2-3 mana ko'rib turganlaringdek o'rtoqlar, gilosdan zerikkan, hafsalasi pir bo'lgan insonlarga videoni ulashamiz. O'zini o'zi changlatadigan navlardan mana Lapens sorti ko'rib turganlaringdek hosil ko'pligidan daraxt o'zini tashlab yuborgan. Hosilni ko'tarolmasdan qaranglar. Mana hosil. O'sha Lapens sorti. Ekishlarni tavsiya beramiz. Juda seri hosil nav, o'ta quyib tashlaydi, o'zini o'zi 100% changlatadi. Gilos qaranglar. Mana hosil. Ko'chatlardan ko'paytirganmiz. Kalibrlarga keladigan bo'lsak, unaqa katta yirik gilos emas, lekin hosil olish bo'yicha chempion gilos. Любой gilos uradi. Birinchi o'rinni oladi hosil olish bo'yicha. Bemalol bunga shaklni to'g'ri berib, abreskani chiroyli maromida qilib, mevani toqalab, kalibrni yiriklashtirsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda gilos bir yil zo'r narxlarda uzilyapti. Shu sababdan ham bog'imiz yaxshi pulga sotilmoqda.